24 bab. Yoshova İsraillarning hamma qabilalarini hamda ularning oqsoqollarini, boshliqlarini, sotchilarini va sardorlarini Shakemga chaqirdi. Ular Xudoning huzuriga keldi. Yoshova bütün xalqqa mundoq dedi: Parvardigor, İsraillar e'tiqod qilib kelgan Xudo shundoq deydiki, qadimki zamonda Terah hamda uning o'g'illari Nahor bilan Ibrohim va boshqa ajdodinglar Firat daryosining qarshi tarafida yashatdi. Ular boshqa ilohlarga cho'qinatdi. Men ajdodinglar Ibrohimni Firat daryosining qarshi tarafidan elib kelib, uni boshlab Kanonning bütün zeminini kezib, İshakni uningga ato qilib, shu orqali Ibrohimning urqini avutdim. İshakqa 2 o'g'il, ya'ni Yaqub bilan Asovni berdim. Men Sayrdagi tog'liq rayonni Asovga berdim. Lekin Yaqub avlodlari bilan Misrga ketdi. Keyin men Musa bilan Harunni Misrga avatib, Misrliklarga zo'r baloyi ofat yog'dirib, sizlarni u yerdan elib chiqdim. Ajdodinglarni Misrdan elib chiqqandan keyin ular Qizil dengizga keldi. Misrliklar jang harvulari va otliqlar bilan ularni Qizil dengizgacha qo'g'lab keldi. Ular mening o'zlarini qutqizib olishimni murojaat qildi. Bu chaqda men zeminga qorong'ulik tushirib, sizlarni Misrliklardan ayirib etdim hamda Misrliklarning ustiga dengiz suyini bostirib, ularni dengizga g'arq qilib etdim. Mening Misrliklarga qanday qilganligimni sizlar o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Ajdodinglar uzun vaqt cho'l bayovonda yashadi. Keyin men sizlarni Yordan daryosining sharqiy qirg'idagi Amorlarning zeminiga elib bordim. Amorlar sizlarga qarshi jang qilgan edi. Lekin men ularni sizlarning qo'lingizga tushirib, ularning ustidan g'alaba qildirdim. Men sizlarning ko'z oldinglarda ularni yo'qotdim. Keyin Moab podshohi Zipporning o'g'li podsho Balaq sizlarga qarshi jang qildi. Sizlarga la'nat o'qish uchun Biyorning o'g'li Bilamni chaqirtdi. Lekin men Bilamning so'ziga quloq solmadim. Men uni sizlarga baxit tilakkizdim. Shundoq qilib sizlarni Balaqning qo'lidan qutqizib oldim. Sizlar Yordan daryosidan o'tib, Yerixa shahriga kelganinglarda Yerixoliklar sizlarga qarshi jang qildi. Amorlar, Perizlar, Kanonliklar, Xitlar, Girgashlar, Xivlar ham Yebuslarmi sizlarga qarshi jang qildi. Lekin men ularni sizlarning qo'linglarga tushirib berdim. Men sizlarning oldinglarda ularni parokandchilikka selib, Amorlarning 2 podshohini qo'g'lab chiqardim. Bu hargizmi sizlarning ularga o'qya etib, qilich chepishinglar bilan qo'lga kelgan ish emas. Men ato qilgan bu zeminlarga sizlar o'z amkikinglar bilan ega bo'lgan emas. Men sizlarga ato qilgan bu shaharlarni sizlar bino qilgan emas. Sizlar hozir u yerlarda yashayapsizlar. Sizlarning yaratqininglar o'zinglar tikib o'stirgan uzum va zaytunlar emas. Yoshova gapini davomlashtirib, yana mundoq dedi: Sizlar endi Parvardigorga bo'ysunib, uningga samimiy va sadoqatlik bilan ibodat qilinglar. Ajdodlaringlar Firat daryosining qarshi tarafida va Misrda cho'qingan ilohlarni yo'qitib, faqat Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Agar sizlar Parvardigorga ibodat qilishni xohlamasanglar, ajdodlaringlar ilgari Firat daryosining qarshi tarafida cho'qingan iloh va sizlar hozir turayotgan joydagi Amorlar cho'qinadigan
ilohlarga cho'qinamsizlar. Bugun qaror qilinglar. Men va oilam bo'lsa, Parvardigorimizga xizmat qilamiz. Bütün xalq javob berib, Xudo saqlasin. Biz Parvardigordan yuz o'rib, boshqa ilohlarga cho'qinadigan ishni mangu qilmaymiz. Parvardigorimiz Xudo ajdodlarimizni va bizni Misrdagi qulluqdan qutqizib chiqdi. Uning ko'rsatgan mo'jizalarini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Biz besib o'tgan barliq zaminlardagi yot xalqlardan bizni omon-eson saqlab keldi. Parvardigor bizning ko'z oldimizda bu yerda yashaydigan barliq amurlarni va boshqa yot xalqlarni qo'g'lab chiqadi. Shunga biz Parvardigorga xizmat qilamiz. U bizning Xudoyimizdir, deyishdi. Yoshua xalqni ogohlantirib, sizlar Parvardigorga xizmat qilishni oddiy ish deb o'ylamanglar. Chunki u muqaddasdir. Boshqa ilohlarga cho'qinishinglarga qizg'inadigan Xudodir. U sizlarning gunoh o'tkazishinglarni, uningga osiylik qilishinglarni kechirmaydi. Parvardigorimiz sizlarga shuncha shafqat qilgan turuqliq. Sizlar yana uningdan yuz o'rib, yot xalqlarning ilohlariga ibodat qilsanglar, u sizlardan yuz o'rib, beshinglarga zo'r baloyu ofat yog'dirib, sizlarni qirib tashlaydi, dedi. Bütün xalq Yoshuaga, "Yo'q, biz cho'qim Parvardigorga xizmat qilamiz", dedi. Yoshua xalqqa, "Sizlar bugun o'z Parvardigoringlarga xizmat qilish yo'lini tanlatinglar. Buningga o'zinglar guvohdirsizlar", dedi. "Ha, o'zimiz guvoh bo'lamiz", dedi bütün xalq. Yoshua ularga yana, "Shundoq ekan, sizlar oranglardagi barliq yot xalqlarning butlarini chiqib tashlab, Parvardigor Isroillar e'tiqod qilib kelgan Xudoga sodiq bo'linglar", deb xitob qildi. Bütün xalq Yoshuaga, "Biz cho'qim Parvardigorimiz Xudoga xizmat qilib, uning amrlariga itoat qilamiz", dedi. Shu kuni Yoshua Shakemda bütün xalqqa vakolatdan Parvardigor bilan ahd tuzib, ularning amal qilishi uchun qoida nizomlarni qayta bekitdi. Hamda Yoshua bu so'zlarni Xudoning ta'limlari yozilgan putukka kirgizdi. Ondan Yoshua bir qo'ram toshni Parvardigorning ibodatgohi yenidagi pisti darig'i tuyiga obida qilib tishladi. Yoshua bütün xalqqa, "Qaranglar, mana bu qo'ram tosh Parvardigorning bizga qilgan hamma so'zlarini angladi. Shunga sizlar Xudoga bergan va'danglarda turmusanglar, bu tosh sizlarga qarshi guvoh bo'ladi", dedi. Keyin Yoshua xalqqa ijozat berib, har qaysisini o'zlariga taqsim qilingan zaminlarga qaytirdi. Shu ishlardan keyin Parvardigorning xizmatkori, ya'ni Nunning o'g'li Yoshua olamdan o'tdi. U olamdan o'tganda 110 yoshda edi. İsraillar uni o'z yurtida, ya'ni Gahash teg'ining shimol tarafiga joylashgan Efraim tog'liq rayonidagi Timnat saraqqa dafna qildi. Yoshua hayot vaqtida İsraillar sodiqlik bilan Parvardigorga xizmat qilib keldi. U olamdan o'tgandan keyin Parvardigor İsraillarga qilib bergan hamma ishlarni o'z ko'zi bilan ko'rgan oqsoqollar hayot vaqtidami İsraillar davomli Parvardigorga xizmat qilib keldi. İsraillar Misrdan elib chiqqan Yusufning so'nggi kuni Shakemda, ya'ni Yaqub, burun Shakemning otasi Hamurning o'g'illaridan 100 kumush tangaga setib olgan yerga dafna qildi. Bu yer Yusufning avlodlariga
taqsim qilingan zeminda edi. Harunning o'g'li Elazarmu olamdan o'tib, Efraim tog'liq rayonidagi Gibah shahriga dafn qilindi. Bu shahar uning o'g'li Pinxasga taqsim qilib berilgan edi.